millatiga mansubman. Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek Milliy musiqa san'ati instituti 1-bosqich magistrantiman hamda Gler nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan musiqa maktabida o'qituvchi bo'lib ishlayman. Onamlar kasal bo'lganligi sababli davlat o'z ta'minotiga olganman. Bolalar uyida katta bo'lganman. Birinchi o'zbek tili, ya'ni chiqishi ham bolalar uyida yashab muloqotda bo'lganim. 11-sonli rus maktabida o'qiganman. U yerda endi darsliklar hammasi rus tilida bo'lgani bilan, lekin Mehribon uyda o'zbek tilida, ya'ni ikkita til baravariga shakllanganman. To tug'ilganimdan tortib 7 yoshga to'lgunga qadar ana shu muhit, ya'ni bolalar uyida katta bo'lganim haqida bilaman. Mehribonda yashab yurib, o'zbek musiqa san'atiga qiziqib qolganman. Yonimizda 8-bolalar musiqa san'at maktabi bo'lgan. Bir devor bo'lgan bizga. Shuning uchun u yerga qatnash muammo bo'lmagan, o'qish muammo bo'lmagan. Mana shu o'zbek tilini bilganim uchun o'zbek milliy musiqa san'atini o'rganish menga qiyin bo'lmagan. Men o'ylardim, agar hozir boshqa sohada o'sha davrda boshqa sohaga tanlaganimda, balkim tilim ham, ya'ni o'z tilim, rus tilimda muloqotda bo'lgan bo'larmidim, o'z millatim bilan birga bo'larmidim balkim deb o'ylayman, lekin hech ham afsuslanmayman. Men millatimni, ukrainligimni bilganlar pasportdan yoki boshqa joyda ko'rib turib ham o'zbekcha gapirayotganimni ko'rib hayratda qolishadi, qiziqishadi. Voy, qoyil qolishadi. O'zbeklardan ham zo'r gapirarkansizmi? O'zbek tilini deb qoyil qolishadi. Qayerda o'rgangansiz? Qanday o'rgangansiz? Adabiy tillarni ham bilarkansiz degan har xil, masalan, hayratomuz tarzda gapirishadi menga. Bo'lim boshlig'imiz bo'lgan Qahramonjon Umarov. Ana shu ustozimizning oilalariga sekin-sekin ularni mehri, masalan, tushgan, ularni g'amxo'rligi, har tomonlama meni qo'llab-quvvatlashlarini bilib, o'zimdan ham ota-onadek, ya'ni ona, ota deb muloqot qilganman. Masalan, o'z qizlaridek ko'rib, mayli qizimiz bo'la qoling deb, masalan, qabul qilishdi-da endi. Hozir oilamman, ular hozir ularnikida yashayman. Ana shu uyim bor, oilam bor, opa-singillarim, o'sha jiyanlarim deymizmi, hammasi bilan ahil-inoq o'zbekona tarbiyani o'rganganman. Qaniydi ota-onam bo'lsaydi deganda nima bo'lardi-da? Hali o'tinch bo'lganda nima bo'lardi degan narsa bo'ladi, lekin endi taqdir hech narsani ortga qaytarib bo'lmaydi. Lekin mana hozir hayot menga ikkinchi marta oila, ota-ona bergani bu men uchun juda ham katta baxt.